Kobalt olib, dadamga sovg'a qilaman degan akamamiz bitalak bosib, ishqibozlarga jo'natib berdilar. Puli vashim arzon. Yillik olmasa 25 pachkas. Narxi vashim arzon. Mana yurgan ham mana 164 kilometr yuribgan xolos. Avtomat korobka mashina. Metanimi? Ishtimasi yo'q. Savol. Nech pul bo'ldi aka? Polish narx. Puli. Narxini obunachilarga aytyapti. Sizni nimangizdan kelsa 12,5 mingga berib yuboraman. 12,5 ming qilib beraman deyaptilar. Bo'ladigan. Bo'ladigan sizdan. Like bos, obuna bo'lib beringlar. Do'stlaringiz jo'natib beringlar. Kobalt ishqibozlar. Eng fulidan. Eng fuli. 06 ishqibozlari bitta like bosib beringlar. Pul arzon, dehqondan. Mato hadoyida umuman ish yo'q. Narxi 10 million so'm deyapmiz. Chipchi o't berimiz ham bashim narxga 10 million sanangiz siz nomingizga o'tadi. Mana. Mato hadoyida umuman ish yo'q. 10 million narx pulingiz bo'lsa, telefon qiling mana. Mato hadoyi ish yo'q, akamlarni ham sog'. Men hozir bitta yurgizib ko'rdim. Bittada yuryapti. Mana. Ishlar. Mana. Bittada yuryapti. Qitiq qilgan yo'q. Yili nechida aka? Yili 77 deyaptilar. Mana Mato. Xullas, yaxshi bo'lib turibdi. Metaniga pechati ham bor deyaptilar. Etsek. Past raqamni qoldirib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. 10 million pullar bo'lsa, keyin telefon qo'yinglar, bosh qotirmanglar, sog' bo'lasizlar. 92-yil tiket topib berdi. Puli vashim arzon, ancha cho'ktirib, ancha narx qo'ydi. Mato hadoyida umuman shu deyaptilar, mashina benzinda deyaptilar. Xullas, 4 yumshoq balonchasi bor ekan. Fonni ashit bo'lgan deyaptilar. Koreyskiy mashina xullas. Vaytafon, ular polis zinalari yaxshi bo'lib turibdi, urinib ketmagan. Mana. Ko'rishlarimga dokumentda umuman muammo yo'q deyaptilar. Akam 1600 deyapti, ular bosh xotirmaydi. Menga 1600 ga yaxshi gentra beryapti, borsam bo'lib hazillashyapti. Narxi 1,5 ming dollar. Like bos, kanalimizga obuna bo'lib bersangiz, tanlovlarga chiqib qo'yib boramiz. Sog' bo'ling. Ishqibozlarga tiniq variantda 06 topib bering. Nomeri ham 3 ta 1 ekan, endi 3 ta 1 Sparky borlarga jo'natib beringlar. Fonni ashit bo'lgan deyaptilar. Mana motori. Injektor motor deyaptilar. Fonni pavuk qilib, tiniq qilib berganman deyaptilar. 4 teshik shumka ham deyaptilar. Mana ko'rishlarim mumkin. Tiniq qilib Nexus X'ni qo'yib berganman deyaptilar ekan maqtanib. Bu video registratori ham bor ekan xullas. Diskasi ham qanchag'idan ekan desa ham bo'laveradi. Mana. Metani bor ekan, zapaskasi bor ekan, tayt chirmagan ekan. Xullas narxi 1900 ga o'ldirib berdik. Past raqamni qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Like bosib kanalimizga obuna bo'lsangiz, arzonlarni chiqarib boramiz. Sog' bo'ling. Damasni tayyor navrot qilib bergani chiqib qoldi. Narxi vashim shishgan narx. Tuning o'ziga 1800 dollarlik tuning qilib berilgan deyaptilar. Tun disimi, monitor disimi, xullas hamma yo'g'i bor. Bardi ham o'sha injig'idan avtotuningni kerak nima qilgandan kelishgan. 444 kilometr yuribgan xolos. Kalonka disimi hamma yo'g'i bor. Navrotda jinnisi desa, mana shu Damasda aytsa bo'laveradi. Mana orqa ko'rinishlar ko'rsatinglar-da mana. Tanig'i. Signallarni ham tiniq qilib tikib berishgan. Bitta ezasi mana. Ko'ringlar mana. Bitta ezasi ochilaveradi. Uplab berishdi hozir siras. Narxi 9300 deyaptilar. Pound shumka ham bo'lgan. Xullas, past raqamni qoldirib qo'yamiz. 9300 xolon nasiya savdolagan Laboyga yuraveradi. Past raqamni qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqaverasizlar.